Shundoq Imom Buxoriy tadqiqot markazidan chiqishimiz bilan ko'zimiz yana bir ilm dargohiga tushadi. Bu hadis ilmi maktabi. Hadis ilmi maktabi prezidentimizning diniy ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi farmoni asosida 2018-yilda tashkil etildi. Maktab binosi milliy va zamonaviy uslubni o'zida aks ettiruvchi me'moriy dizaynda qurilgan. Ichkaridagi muhit kishini hayratga soladi. Keng va yorug' darsxonalar, zamonaviy axborot texnologiyalari xonalari va eng muhimi, nodir qo'lyozmalar va kitoblarga boy kutubxona. Bu yerda talabalarning ilm olishi va yashashi uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlar oliy darajada hozirlangan. Hadis ilmi maktabidagi ta'lim tizimi dunyodagi eng nufuzli islom universitetlari, xususan Misrning Al-Azhar universiteti tajribalari asosida yo'lga qo'yilgan. Maktabda o'qish muddati 5 yil bo'lib, talabalar nafaqat hadis ilmi, balki Qur'on ilmlari, fiqh, arab tili va zamonaviy dunyoviy fanlarni ham chuqur o'zlashtiradilar. Har yili ushbu bilim yurtiga o'rta maxsus islom bilim yurtlari bitiruvchilaridan imtihon asosida 10 nafar talaba qabul qilinadi. Bu maktabning boshqa bilim yurtlaridan asosiy farqi, bu yerda ta'lim ustoz-shogird an'anasi asosida yo'lga qo'yilgan. Talabalar Sahih Buxoriy va Sahih Muslim kabi 9 ta mashhur hadis to'plamlarini o'z ustozlaridan ijoza, ya'ni maxsus ruxsatnoma olish darajasida o'rganadilar. Maktabda nafaqat mahalliy, balki xorijiy ulamolar, xususan Misr Arab Respublikasidan kelgan tajribali mutaxassislar ham dars berishadi. Bu esa talabalarning arab tilida erkin so'zlashishi va xalqaro ilmiy doiralar bilan bevosita muloqot qilishiga yo'l ochadi. Shuningdek, hadis ilmi maktabida talabalarga hadis sharhlari, hadis matnlari, hadis ilmi istilohlari, muhaddislar uslubi kabi hadis ilmi bo'yicha chuqurlashtirilgan fanlardan saboq beriladi. Hadis ilmi insoniyatni ezgulikka, yaxshilikka va yuksak odoblarga chorlovchi qadriyatlarimiz majmuidir. Samarqand zaminida qad rostlagan ushbu maktab buyuk ilmiy merosimizning qayta uyg'onishi ramzidir. Bu yerdagi har bir talabaning nigohida Imom Buxoriy va Imom Termiziy kabi zotlardan qolgan bebaho omonatning mas'uliyati porlab turadi. Ilm va iymon birlashgan ushbu muqaddas dargohdan yetishib chiqajak olimlar inshaalloh kelajakda yurtimizni yana dunyoning ilm-fan markaziga aylantiradi.